Ovozim normal chiqayotgan bo'lsa, darsimizni davom qilaylik sadoqdoshlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man wala, amma ba'du. Biz ilgirki darslarimizda ulumul Qur'an haqida buhos fi ulumul Qur'anni o'qigandik. Bunun içindeki mazmunlarni 11 mazmunga bölüp sözlüdük. Yani hesapta aldığınki okugan kitabımızınki asaslık kiçik türüge ayırsak tefsir türüge ait oldu. Aldı bilen şunu dep koyuş doğru kılıdı. Ulumul Kur'an çoğun sahani, çoğun isim, çoğun kategoriye. Tefsir ve ilmut tefsir ve ilmut tefsir ulumul Kur'an içindeki küçük kategoriye bir noktada ayrı bilenler tefsir ve ilmut tefsir biraz farklanıdı. Tefsir ve ilmut tefsir ikilisi farklanıdı. Biz ilgiriki okugan buhus fi usulü tefsirdeki mezmun nege tava desanlar ilmut tefsirge tava. Yani bu çoğun kategoriye ulumul Kur'an'ın içindeki bir kategoriye. Emdeleki ulumul Kur'an'ın Kur'an ulemaları, tefsir ulemaları bazıda muş tefsir, ilmut tefsirini ayrım atap koydu sebep, ayrıntılı ap koydu. Gerçi ulumul Kur'an'ın tahtige kirsimi sebep ulumul Kur'an'ın içinde mesela kıraat, tecvid ve başka Kur'an'a hizmet kıladigan nurgun bablar olsun. Ama tefsir ve ilmut tefsir şu babların içindeki en çoğun oğaçka xuddi mustaqil ulumul Kur'an'ın içinden ayrılıp bir mustaqil pendek muamele kıldı. Endi bu gaplarni deyishga sebep bo'lgan narsa nima desanlar, hozir shu balki mana ekranida chiqib turyotidi. Kitobning ismi Lamhat fi ulumul Qur'an ve ittijahat at-tafsir. Lamhat fi ulumul Qur'an ve ittijahat at-tafsir. Yani iki isim qo'yilgan kitobga. Yani ovozim biraz tuvan bo'lib qolsa, yuqorilitma sadoqdoshlar. Menimcha yuqorildi deb o'ylayman. Biraz ko'tarildi deb o'ylayman. Yani fi ulumul Qur'an ve ittijahat at-tafsir. Xuddi tafsirga munosabatlik mazmunlar ulumul Qur'an'ның içiga kirmaydigandek bir xil ism qo'yilgan hamda nimaga kitobga. Ondan keyin men sizlarni ilgirki ders topshiriqlarida mushu kitobimizni butunlay xuddisini hisobda tuzilishini, lohiyasini bir yezib kelish haqida sizlarga bir vazifa bergan. Sizlar hammanglar maşallah güzel bir şekilde kitapni ayırıp yazıp geldinglar. Shuningdimi kitap çoğun cihetden ikkiga bölünüdü. Birisi ulumul Qur'an'a münasebetlik tarafı, yana birisi tefsirga münasebetlik tarafı. Yani xuddi tekrar desem tefsir ulumul Qur'an'dan başka bir narsadek muamele kılıqlıq turçu. Emniyette ikisi bir. Yani ulumul Qur'an çoğun kategoriye. Bunun içine tefsir ve ilmut tefsir ve bunun münasebetlik mazmunlar kiradi. Ama tefsir bek çoğun egelligen orunun çoğunluğundan ulumul Qur'an içindeki hesapta. Mesela bir misal alsam ma'lum bir tür ma'lum bir çoğun kategoriyaga tür. Aşu kategoriyanınki 80-90%'ni egallab ketsa, şu narsa şu 80-90% köp taraf bilan atılıp yoki ani ayrim bir muomala qilgandek bir ahvollar bo'ladi. Masalan, bizning sinfda deyli, hammasi o'xshash o'quvchi, diniy o'quvchi, ama 90%
Arab yoki ingliz yoki boshqa millatni bo'lib qolsa, xuddi bir farqlantirgandek ahvol. Ya'ni agar ikki tarozi qo'ysanglar, ulumul Qur'on cho'ng bir kategoriya bo'lib, buning ichidagi tafsirini tarozining bir tarafiga qo'ysanglar va tafsirdan boshqa butun 7-8-10 xil ulumul Qur'onga munosabatlik pallarni yana bir taroziga qo'ysanglar, tafsir besib ketadi. Ya'ni ko'plik nuqtasidan. Ulumul Qur'onning ichida masalan qiroat deymiz, rasm deymiz, tajvid deymiz, va u deymiz, bu deymiz, yomon ko'p bir ma'lumotlar bor, ko'p pallar bor. Mushu pallarning hammasidan tafsir shuningdek bir pana olsa-mu besib ketadigan bo'lg'achqa, mushu nuqtani balkim alohidlik gavdilik chiqarish uchun avtor bu yerda mayli kitobininki mavzu qismida olsun yoki ichidagi mazmun qismi olsun, xuddi tafsirni boshqa bir sohadek, tafsirni ayrim bir moddadek, ayrim bir pandek shaklda qanaqa qilgan bo'lishi mumkin, keltirgan bo'lishi mumkin. Endi kitobimizning ismi ko'gininglardek Lamhat fi ulumul Qur'on va ittijahat tafsir degan shaklda qo'yildi. Buni tarjima qilsak, Qur'on bilimlariga va tafsir yo'linishlariga bir qarab chiqish. Ammo shu o'rinda sizlar diqqatingizni tortib qo'yadigan bir mazmun bor, ittijahat tafsirda. Biz tafsir asali bu tafsir so'zlagan vaqtida tafsirga munosabatlik bir atalg'ular haqida biroz qanaqa qilgan paranglashgan. Masalan, ittijah, hadaf, uslub, manhaj, tariqa degandek bir nuqtalarni so'zlagan. Va shu yerda deganki biz insonda bo'lsa, ittijohat degan shu uslub bilan o'xshash mazmunda tilga olinadi deb degan oyada va oxirisida shuni eskartib qo'ygan savoddoshlar. Bu atalg'ular hammasi yangi atalg'ular, balkim ulumul Qur'on ustozlar yoki musahadagi yozarlar, masalan, yozuvchilar o'xshamagan ma'noda qanday qilishi mumkin, qo'llanishi mumkin degan shaklda mushu nuqtaga Allohga bo'lsin, balkim kitobimizningki oxirgi qismlarida, keyingi mazmunlarda farqini topib olishimiz mumkin. Endi avtori doktor Muhammad Lutfi As-Sabbagh. Bu kishi Suriyalik, Dimashqda tug'ilgan. Miladi 1930-yili. Bu adamning aqida ko'z qarashi salafiy va Shafiy, Hanif fiqh jihatda Shafiyga tava. Shu o'z vaqtidagi ulamoning ichida, bu kishiga berilgan baholar nihoyatda go'zal baholar berilgan. Qolgani kitobimizningki muqaddima qismida bu adamningki ustozi hisoblanadigan Tantaviy, Shayx Tantaviy bu adam haqida jiq bir gaplarni yeziqliq ashada qolganini ko'ramiz inshaalloh. Kitobni muqaddimidan tortib o'qiymiz, chunki muqaddimada biz avtorningki kitob yozishdagi manhaji, xuddatlarini, prinsiplarini, ijroatlarini inshaalloh tafsili birdan-bir qanaqa qilamiz ko'ramiz. Hozirgi biz o'qiyotgan kitobningki nashr qilinish ahvollari Maktab-ul Islomiy nashr qilgan o'rin, qolgan mazmunlar ekraninglarda ko'ringandek bo'ladi. Birilgani avtorningki muqaddimasi. Bismillahirrohmanirrohim. Balki muqaddimada tezroq o'qishimiz mumkin, chunki mazmunlar, sardiy mazmunlar avtor o'zining kitobni qanday qilib yozganligi, nima bo'lib yozish sabablari, masalan, yozish sabablari va yozgandagi qo'llangan uslubi, mangan yo'llari qatorliq bir qanchalig'an mazmunlarni bizga so'zlaydi. Odatdagi mazmunlar bu yerda balkim tezroq mangishimiz mumkin savoddoshlar. Ovozim normalmi savoddoshlar? Normal bo'lib qolsa, bir shu yozib o'tganlar men xotirjam bir shaklda davom qilay. Tamam o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udzu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil felen tecide lehu veliyen murşida ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu erselehu bil huda ve dinil hak ليظهره على الدين كله وأنزل عليه القرآن هدى للناس وكتابا مبينا
فأعجز هذا الكتاب العربي الخالد بلغاء الدنيا وفصحاءها، وقامت على هداه حضارة إنسانية عالمية ملأت ربوع الأرض عدلا ونورا وسموا. وستبقى آية القرآن مصدرا لكل خير وسعادة حتى تقوم الساعة. وصلاة الله وسلامه على هذا الرسول النبي العربي الأمي وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. Abdur müşahede amma ba'du xutbunu oxup bolgandan keyin amma ba'dudan keyin özününki kitap yazış jarayonidagi ahvolini tunishtirib so'zni boshlaydi. Deydi: "Fahadihi buhusun fil Qur'an ve ulumihi." Mush nokta alohida diqqatingni tortsin savoqdoshlar. Fahazihi buhusun fil Qur'an ve ulumi. Bu kitap demeydi. Mana bular Qur'an ve ulumul Qur'an haqqidagi bahslar deydi. Endi kallamada bir şey ben sizden demekçi olan nokta. Bunu normal bir kitapta düşünsen olmaydı. Belki bir netçe mezmununu ölçüge algan makaleler toplama yoki bahslar toplama deb düşünsen bo'ladi. Yine bu yerda men sizlarga nima demoqchi desanglar, sizlar ko'rgan har mavzu kitapdagi her fasl, her bab, her mabhas, her matlab bir mazmunga ega. Şu sizden ümidim. Kitapni o'qish jarayonida, masalan, bir mazmunga kelamiz. Jam'ul Qur'on. Qur'onning to'planishi desa, sizlarning balkim o'quvchi bo'lish bilan bir daftaringiz bo'ladi, bir qalamingiz bo'ladi. Biz dars internetda tor yuzda bo'lg'achqa, men sizlardan har kuni kana daftaring nima yozding deb tashvib bo'lmasligim mumkin. Tor yuzda bo'lg'achqa. Ammo sizlardan ümidim bir xatir not yazılgan defterden birini tutsanglar. Bugün mesela Cem'ul Kur'an'da bir mezmun başladık. Ya ki Resmul Osmani'de bir mezmundan birini başladık. Şu mezmun hakkındaki muhim noktalarını xulaselep bir noktaya yığınçaqlasanlar. Abdur bizga davat ediyor ki kitap bir kitap emas hesapta. Bu kitapning o'zi bir qancha maqolalar to'plami davat ediyor. Bir qancha maqolalar to'plami. Yani bunu bizga nisbatan oladigan bir ko'p mazmun bor. Ha, amaliyotda keyin aytgan sizlar bir maqola yozib qolsanglar masalan, mushu kitobninki bir bobi sizlarga bir tem bo'ladi. Bu kitobning bir bobi sizlarga bir tem bo'ladi. Shu temini asos qilib turib bir maqola bitkizalaysizlar. Balkim oldimizda ba'zi temalar chiqadi. Bunun da mesela meyle menin yazgan bazı makalelerim yoki boshqaning yazgan makalelari olsun, bazı yazılgan makalelerini örnek şekilde qanday qilishimiz mumkin, ko'rsatishimiz mumkin. Matemada manda makaleler bahslar yazılgan degan şekilde. Şu Abdur'unki mushu o'rindagi fahadihi buhusun deganning uzulam sizlar bizga nisbatan bir signal berdi-chu. Yani bu bir kitap emas, bir nimo maqolalar toplami yoki ko'p mazmunlarni qanday qilgan o'ziga olgan degandek bir signalni bizga qanday qiladi beradi. Shuningdek uzdilam biz biroz to'xtaldik. Shu fahazihi buhusun fil Qur'onning o'zi diqqatimizni qanday qilyotdi, tortadi savoqdoshlar. Unda davomlashayli. Havaltu fiha dirasata tarixil Qur'onil Karim. Bir gapni rassizlardan so'rab olay. Oldingi qatimliq kitobda men harfan tarjima qilib maqladim. Ya'ni bizning tarjimamiz o'xshsin degan shaklda. Chunki oldimizda musaf uzun, o'qiydigan darslarimiz uzun inshaalloh, Alloh nasib qilsa. Andakin tushunch bir mazmunni tushunish masalasimiz o'xshash kerak, bir-birimizga o'xshash kerak. Bu nuqtadan oldingi kitobda men sizlarga harfan tarjima qilib jumlalarni qanday tushunish, qanday tarjima qilish bu haqda bir signal batn deb o'ylayman. Ammo kitobda yana sizlarga oldinlarga qo'yma burungi kitobga o'xshash tarjima qilib ma'nodim yoki mazmun olib ma'nodim. Mazmun olib ma'nosh to'g'ri kelsa, asla tarjimadan chatqin bo'lmaydi. Bir abzas bir bölek, belki bir temidan bütün bir mazmun etmenishi mumkin. Tarjima qilsam burungi kitobga o'xshash tarjima qilib ma'noma
Mening shaxsan o'zimning tavsiyasi, balki mush kitob tugab bo'lguncha va yana bir kitob hesab 3 kitobni dastlabki darajada deganimdek tarjima bilan oxirlashtirish, ondan keyin mazmun xulosaga o'tishni men tavsiya qilaman. Qolgan sizlar boshqa fikringiz olib qolsa, yozsanglar bo'ladi. Tamam. فهذه بحوث في القرآن وعلومه. قاغن şu yerga yazsanglar bo'ladi. Men shuni qarab ish tutaman. Bu Qur'on va ulumul Qur'on haqidagi bahslar deydi. Bahslar, ya'ni maqolalar, tadqiqotlar degan ma'noda. Havaltu fiha dirasata tarixil Qur'onil Karim. Men bu bahslarda Qur'oni Karimninki tarixini tadqiq qilishqa urundum ve Kur'an'ın mucizelikini, qiraatlarini ve Kur'an'a münasebetlik maddi ilimlerini ve tefsir menheclerininki en muhimlerini tunuşturuşqa haveltu urunmuş. Havale degan pilni asli o'zining lug'at ma'nosini dafslarga urundim deb tarjima qilib berdim. Ya'ni tirishdim. Manda qilay dedim. Shuni imkon bor, shuning uchun kuchudim degan ma'noda. Ya'ni tirishdim, kuchudim degan ma'noda asli lug'atdan aqtasanglar shu urunish, sinab baqish degan ma'noda. Nima bilan birga desa, mushu manhajlarni temsil qiladigan, aks ettiradigan yoki bizga ifodalaydigan muhim bir qism kitoblarni tunishtirish bilan birga. Tumassil temsil qiladigan, aks ettiradigan, tunishtiradigan, bizga misol sifatida ko'rsatadigan degan ma'nolarni hammani o'z ichiga oladi. Nima bilan desa, bi ijazin shadid, qattiq nima bilan qattiq qisqalik bilan mushlarni qildim, qattiq qisqalik bilan. Ammo bu qisqalik masalani bunda mubhamlashtirmaydi, balki yumkinuni yoki yumakkinuni meni mushu muhim temalarninki eng ro'shan bo'lgan belgilari haqida ro'shan bir fikr berish imkoniyatiga ega qiladi deydi. Ben bu qila olaymi demakchi. Mushta shaklda sizlarga bu kitobda, bu buhuslarda, bu maqolalarda mushta Qur'onninki tarix, tadqiqoti va Qur'oni Karimning mo'jizligi, Qur'onning qiroatlari, Qur'on munosabatlik pallarni tadqiq qilishga tirishdim va Qur'onning tafsirininki eng muhim manhajlarini tadqiq qilishga tirishdim. Nima bilan birga desa, muhim bir qism kitoblarni tunishtirish bilan birga. ولا بد لي من تنبيه قراء هذا الكتاب. Bu kitobni o'qiyotgan o'quvchilar, o'qurmanlarni eskartmasam bo'lmaydi deydi. La budda li min tanbih. Eskartishim kerak bir nuqtaga. Wala sima, xususan o'quvchi qarindoshlarimni eskartishim kerak. Men aytdim, muhim gapdan birini qilg'iliqchimi? Tur. Bu gapga sizlar alohida diqqat qilinglar. Nimaga eskartishim kerak desa, ila anna hadhihi al-mabahith النظرية التي ضمها هذا الكتاب تمثل جانبا. Yani bu kitap qana qilgan o'ziga olgan, bu kitap o'ziga olgan, damma o'ziga olgan nazriviy tadqiqotlar deydi. Nazriviy tadqiqotlar bir tarafni aks ettirdi. Esingizda bo'lsin, bu odam demakchiki, mening bu kitobda yozganim faqat nazriya demakchi. Faqat nazriya demakchi. Qanday nazriya? Masalan, biz oldingi kitobni misol qilaylik, shuni o'qigan bo'lg'achqa. Asali bu tafsirni nechiga bo'ldi? 4 ga bo'ldi. Tafsir tahlili degan andoq, tafsir mavdu'i degan bundaq deplam qo'ydi. Ammo oldimizga naq ekilib tafsirni birdan bir ma tafsir tahlili, ma tafsir ijmoli, naq Qur'onning o'zini echib o'tirib, tafsir tahlili shaklda tafsir qilmadi. Tefsir icmali şekilde tefsir qilmadi. Manhaj tefsiridan 7 turlik manhajni bayon qildik ilgirki kitobda. Ammo Qur'onni oldimizga ichib qolib o'tirib, u manhajlarning birasi bilan bizda Qur'onni tefsir qilib boqmadik. Va bu kitobni o'xshash qanday qiladi? Qur'onga munosabatlik
nezriyelerni sözleyip deydi. Bu bir taraf deydi Abdurçu. Kalanlı bu kalsın. Muşnu olallam hemme iş tügeydi dep oylasanlar hatalaşkan bulurlar. Bu bir taraf. Tumessilu caniben degeni fakat bir taraf ne? Bizge eks eturip durdu. Halas. Ama ve hunake canib. Ve bu yerde yeni bir taraf var dedi. Yeni başka bir taraf var. O manından meyle ehmiyet mertebe cihette nima emas, az emas, la yaqil. Muhim tarafdan yeni birisi var. U bolsa-mu Qur'oni Karimdan naslarninki tadqiqoti, ya'ni Qur'onning o'zining ichiga kirish deydi. O'qigan nazariyalarimizni Qur'onning o'ziga akab o'tirib, Qur'onni oldimizga echib o'tirib, masalan, G'aribul Qur'onda bir narsa o'qiymiz biz oldingi qitimli kitobda. Qur'onni echib, endi Qur'onning ichidan 30 parani, 114 suraning ichidan G'aribul Qur'onni, yot so'zlarni deyib chiqqan bo'lsak. والنظر الوجوه والنظر dedik mesela. Qur'onning ichidan shuni bayon qilingandek so'zlardagi o'xshamagan urumdagi o'xshamagan ma'no ifodalaydigan o'rtaq so'zliklar bor. Buni teyib chiqsak masalan. Shu kitoblarda so'zlangandek asalibu tafsirini shu Qur'ondan teyib ma'u nah dirasa nusus minal Qur'on bo'ladi. Tafsirning o'ziga kelish degan gap mavjud. Abdurning bu yerda davatqani shu. Bizning hozir o'qiyotganimiz, yozganimiz, sizlarga sunayotganim hammasi nima faqat nazariya. Ammo sizlar amaliyotga kelishinglar kerak. Da'vat etdi kim o? Abdur. Shu nuqta alohida sizning diqqatingizdan qochmasin demoqchi men. Inna alayhim ay ya'ishu fi rihabil Qur'on va fi zilal nafsihil jamil. Çoqum bular deydi shu Qur'on o'rganguvchi tullab talabetul ilimler, o'quvchilar Qur'on sohasida qana qilish kerak, yashashi kerak. Inna alayhim ay ya'ishu fi rihabil Qur'on. Va Qur'onninki go'zal naslarining soyasida yashashi kerak. Va Qur'onning tilovatiga ko'ngil bo'lishi kerak. Va Qur'onning tadqiqotiga ko'ngil bo'lishi kerak. Dirosatu. Buning ko'ngil bo'lishi kerak. Qanday tadqiq qilish? Diraseten edebiye. Edebi tadqiq qilishga ko'ngil bo'lish kerakki, bular Qur'onning fanni go'zallik o'rinlarini bilish imkoniyatiga ega qiladi. Tutihu degan gap imkoniyat yaratadi degan gap. Qayta tarjima qilamiz qanday bo'lsa, va ayyunu bi tilovatihi. Bular Qur'onning tilovatiga ko'ngil bo'lish kerak va Qur'onni adabiy tadqiq qilishga ko'ngil bo'lish kerakki, bularga Qur'ondagi fanni go'zallik o'rinlarini bilish fursati yaratadi. Ataha yutihu fursat yaratdi degan gap. Va yana Qur'ondagi mo'jizelik sirlarini bilishga yetib berish fursati yaratadi bularga. Ma ayyatavassalu ayyataarrafu atbuga chiqqan ikkisi mazmun jihati birlashadi. Va inna alayhim va bular mushu tadqiqotlarni shu Qur'ondan sura va oyatlarni yodlash bilan qana qilish kerak. Beshiga aslida ayatga bu tadqiqotlarga Qur'ondan oyat va suralarni yodlash bilan bir toj ko'gizish kerak degan gap. Ya'ni bizda nimaning ustiga nima ko'z tutgan bir gap bor ya, oltin halqning ustiga yoqut ko'zmi degan bir gap. Shunga o'xshagan tadqiqot qilgandan boshqa tadqiqot qilgan o'quvchilar Qur'ondan ma'lum darajada yodlash kerak. Bo'lsa qori bo'lsa bu fabiha va ni'mat. Qori bulanmagan taqdirda eng aqallisi munosabatli oyatlarni qanday qilish kerak, yodlash kerak deydi Abdurrahimahulloh. Endi o'zininki ebbagan mush tadqiqotlaridagi masalalarni bizga tunishtirib o'tdi. Bak muhim nuqtalar diqqat qilinglar. Masalan, sizlar bir maqola yozsanglar, men bir asl tesliga. Maqolaningki ilmiy o'lchamda yezishga tegishli bir taraflar bo'ladi. Masalan, hozir Abdurdavatqani shu. Bir narsa yozgan ekansizlar, boshqalarga yozgan narsaning nima ahamiyati va nima foydasi va buni deyishinglar kerak emasmi? Abdurmu shu gapni davatida hozir qaranglar. Men buni asl tip ma'lumotman sizlarga. Ma'chiklar
mushu edem, mushu tadqiqotlardan ko'zlagan ahamiyatlar. Hozir men astaga ranglik sizgan, siziq sizgan chiqitlar. Masalan, 3 narsa mazmunni biz oldimizga tashlabdi. Sirma agar bir maqola yoki bahsni bir yozib qolsanglar, yozgan bahsinglarning oldiga favoidul bahs yoki ahamiyatul bahs degan bir mavzu ostida mening ibbagan bu tadqiqotimninki ma tarafida ahamiyati va ma tarafida foydasi va degandek bemazmunlarni ekilisizlar mushu nuqta alayda kallangda bo'lsin eskartib mangotma bir kitobkan deb o'qib qolmasin deyapman men kitobni-chu. Avtorininki har bir abzasini, har bir qur'onni nima uchun yozganligini bilgan miqdorda sizlarga qanday qilyapman chiqarishga tirishyapman. وفي هذه الدراسة التطبيقية لآيات القرآن الكريم قرآن الكريم ننك آيات لرجع قرطة تطبيق عملي ما تطبيقي دينجاب عملي إباغان بو تدقيقات تا ديدو عملي إباغان بو تدقيقات تا فوائد نurgun أهميتler bulup bu أهميتlerden en mühimlerden birincisi el-ayşul kerim fi zilali hadal Kur'an. Bu Kur'an-ı Kerim'ninki sayesinde güzelce yaşaş ve büyüklükne sumu diyen şu büyüklüke irtifa kötürengülük mı da özümüzün da yukarısızlıgan bir tuygu buluş mu şunu tuyuş deydi. Bir Müslüman boğanlık için insan başkalarının farklı bir tuyguda buluş gerek. Buna dişimizin sebebi, zalike sebebi sen Kur'an-ı Kerim'ni tilavet kılgan vaktinde Allah'ın kelamını okuvatkan bulursa bu nokta estin çıkmaslık gerek. Kur'an tilavet kılgan vakitte Allah'ın kelamını okuvatma diye nokta estin çıkmaslık gerek ki Allah bu kelamını üzünün Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge kişilerge yetkizüş üçün kana kılgan düşergen. Emdi bu nimbulab bizge nispeten bir büyüklük, üzümüzünü çoğun tutuş duygusu bir dese, Müslüman nefs, Müslüman kişi demekçi. Yani Müslüman nefs, Allah büyük boğan, hemmege kadir boğan, malikul mulk boğan, Allah üzüge, nefsike demekçi, bana, muşu kalamni, evet, yoki avatudu degan tasavvurni qilgan vaqtida bir sumu, büyüklük ve yuqurluqdan nurgun hissiyatda buludu. O'ylab boqaylik. Valillahil masalul a'la. Atrofda biz cho'ng biladigan mayli hozir dunyodagi moda olmuş turyapti emasmi? Bir zaman siyosiylar küzümüzde büyük görünüyordu. Bir zaman alim ulamalar, bir zaman yazgıçlar, bir zaman bir nesler. Her zamanda bir cemiyette en alakı çolpallar oldu ya hesapta. Şu kişilerimde biraz sonra oturup kalkanımız, biraz parça resim çekkenimiz mesela. Ya ki onunla boğan bir tal usullaşış, bir tal telefon bizge o kadar bir hoşallık bir demdi. Bu nelik insanlık nefsini itiraf kılmay turmaymiz. Oy biz palanla yıkın, bugunla tunuş. Oy palan telefon kıp diken, o palan uşu yollap diken kesildi buna dep koyumuz. Bu insan bilen insanın oturustiki bir nimo bu alakı bir çoğrak adamın qışqıvağı vaqtda buluduğan bizdeki tuygu ya. Hem de insan üzgü oxşaş bir məxluq. Azraq bir mərtəbəsi yoxrağanlıq üçün yıqınlaşqanlığın o kadar üzüne çoğun his qılıdı. Mesela o kadar da bir fəxri his qılıdı. Emdi bütün muş insan, biz çoğun bulutkan bütün insanların ve közümüzge yuvan көрünüvatkan bütün muş dünyanın hemen yaratkan Allah eğer bizge bir xatdan birini əvəzsə, kitabdan birini əvəzsə, eğer muşunu aşina şekilde təsəvvür qılalısaq bu insana nispeten muşunu təsəvvür qılğan qalbqa nispeten bir xil büyüklük duygusu bəməm acaba? Tabii biridir de. Muşunu demekçi. Yani Allah Aliyul Kadir, Malikel Mulk boğan Allah şu kişiye muşu kalamını evettu ve bu kalamını, bu hırsa, bu xatni yaki bu kitabını şu nefske ileyhadi gazını, nefsil muslimege mağdu. Xalqlarının en yaxşısı olan Muhammed Aleyhisselam götürüp ekeptu degen təsəvvürünü qığa vaxtımızda bu nefs
Nəhayət köplügən sumu irtifani qana qılıdı, his qılıdı, duyuldu. Bu birinci bu makale yoki bu tədqiqatdan birinci əhmiyyət, birinci favaid bu. İkincisi ve minha aş favaidga qaytıdı. Şu favaidlarınki nemesi birisi tezavvuk el cemal ve taarruf esrar el balaga ve dalal el icaz. Güzellikni qana qilish, his qilish, tuyush ve balagatning sirlarini, mo'jizlikninki dalillerini qana qilish, taarruf, tunush. Ve bunun da ve fi zalika muşun tunuğan vaqtimizda, muşun his qilgan vaqtimizda Qur'oni Karimni haqiqiy ravishda qana qilib bo'ladi, qadrligili bo'ladi. Taqdir lil Qur'on haqqa qadrihi. Haqiqiy ravishda qadrli. Ammo ma gapni men shu Uyg'urchada yaqinroq so'z o'qishga qadrlash dedim. Asli arabchadagi taqdir degan gap men turkchada taqdir sizning deydi-ku odatda. Nima desa, masalaga baho berish, masalani tunush, o'z joyida qo'yish degan gap. Ya'ni bizning Uyg'urchada shu qadrini qilish, qadri masalan palonning qadrini qilmadi desa, uni tunayolmay qoldi degan gap. Bu shakldaroq tushunsak bo'ladi. Va buningda shu Qur'oni Karimning go'zalligini tuygan vaqtimizda, balog'at asrorlarini, mo'jizlik taraflarini bilgan vaqtimizda shundoq bir huzur borki, fihi mut'a, shundoq bir huzur borki. Nishqa men badab tarjima qilaman. Nechalar dedim sizlarga? Jumlada igi nekiri bo'lib, jumlaning keynida kelsa, xabar jar marju yoki shi bir jumla bo'lib oldida kelib qolsa, badab tarjima qilindi. Buning da shundoq bir huzur borki, dunyoninki bütün huzurları onun astida turadi, dunaha, onun astida turadi. Bu ikinci ehmiyeti. Üçüncü ehmiyeti ve minha yuqorqi favoid demekçi. Mush tadqiqotning favoidlaridan birisi uslublarni qana qilish, chaqlash. Chaqlashni bilasizlar-ku? Iliqi pichoqlarni datlashib qolgan tömölerini çaklaş akıllı pakırtımız o usluplarını pakırtış ve bunu olan yükseliş, irtifa bihi yükseliş ve Arap tilda puxtu buluş deydi, temekkun, puxtu buluş. Biz Kur'an tadqiq qilish orqali Kur'an Arap tilining asosi. Mayli Kur'an'a iman etgan musulmon bo'lsin yoki Kur'an'ı inkar qiladigan kafir olsun, hammasi buni e'tirof qiladi. Arap tilining asosining Kur'an'da ekanligini e'tirof qiladi hammalar. Bunda bo'lishi balag'at ve bayan degan balag'at degan gap eng yuqori saviya bilan aloqa qilganlik, bog'lashganlik. Chunki sen Qur'onni tadqiq qilding deganlik arab tilidagi eng yuqori saviyadagi kitob bilan qana qilding, bog'landing, shuni tadqiqotini qilding degan gap bu hisobda da'vatida. Endi men bu kitobni qad sammaytu hadal kitob, men bu kitobni lamhat fi ulumul Qur'on va tijahat tafsir deb qana qildim, atadim. Ve ticahat tefsirde atıdım. Aldığın qatim men sizlerge yazdığım tapşırıq mişe şu. Belki aranlarda bunu kürep muşundan paydalangan bolar, buluşunlar mümkün. Hiç qısı yok. Mişeni kürep paydalana algan bolsanlar mı? Sizler kitabını tushungan bo'lasizlar. Yoki kitabni birdan bir varaqlab yoki mundarajasiga qarab turib, men degandek tapşırıqni ishlagan bo'lsanlar, o'xshash bunun için tirishqanlik ko'rsatgan bo'lasizlar. Abdurdavatida kitobni cho'ng ikki qismga bo'ldim. Xuddi sizlar bo'lganga o'xshash, biz bo'lganga o'xshash. Birinchi qism ulumul Qur'on haqida. Ikkinchi qism asta qaranglar. Ikkinchi qism tafsir va ittijahatuhu haqida. Ulumul Qur'on tafsir nima o'z ichiga oldi asli. Ammo ikkinchi qismni tafsirga xos qilishda tafsirga alohida o'rin bergan. Am birinci kısımdaki ulumul Kur'an tefsirden başka ulumul Kur'an'ını öz ichiga oladi bu yerda. Shu haqdagi mazmunlar so'zlanadi. İnşallah her birisiga tafsili kelamiz. Birinci kısım yeteellef min thalathat abwab. Yani bu 3 babdan tarakkib topadi. Bu olsun birinci bab Kur'an haqida. Bunun da 7 faslı var. İkinci bab Kur'an'ın tarihi haqida. Bunun da 4 faslı var. Üçüncü bab ulumul Kur'an haqida. Ulumul Kur'an degani yana shu gap takrorlasam yana shu oldidagi ulumul Kur'an.
Oturdik ulumul Kur'an, üçüncüsü ulumul Kur'an. Lekin anından başka mezmunlar demekçi. Bunun da 3 nimba fasıl var. Yani ikinci kısmına gelsek, tefsir hakkında ve tefsirinin yönlüşleri hakkında sözleyimiz. Yönlüşleri degenden keyin köp hallarda biz aldınqı qıtımlıq kitabımızda tilga algan şu esalibut tefsir, menahicit tefsir degendek noktalarga merkezleşişi mümkün. Bu 3 babdan tarif kitabıdır. Birinci bab e, usulut tefsiri hakkında buludu. İkinci bab tarihut tefsir hakkında buludu. Üçüncü bab tefsir menhecleri hakkında buludu. Ve her birisininki 4'tün 6'dın nemeleri var, pesilleri var. Bu aldı bilen bizden kitapını okumay durup özleştirişinin en güzel usulü hesapta. Eğer sizler aldığın kıtımlık tapşırıqını əstayidil işləyən bolsanlar, məncə kitabınınki çoğun xəritisi kallanlığa qanaq boldu, kirib boldu. وأنا أسأل الله أن يسدد خطانا على طريق الحق. Mən bolsam Allah subhanahu ve ta'aladan bizning qadamlarimizni haq yo'lida to'g'ri qilishini so'rayman. Bizni Qur'on ahkomlariga mos shaklda yashaydigan kishilarni qilishini va en qimmatlik narsalarimiz bilan en qimmatlik bilg'oli degan gap en qimmatlik ve en pulluq mana qimmatlik degan gap hisoblanadi. Ikkisi ikki gap bo'lgandan keyin arabchada mana ikki xil tarjima qilishga tirishyapman. En qimmatlik ve en pulluq narsalarimiz bilan Qur'onning hukm qilishi uchun jihad qiladigan kishilarning qatoridan qilishni so'rayman. Ve bizning hayotimiz, şu hayatımızdan bütün taraflarida hüküm sürüşne bunu so'rayman Allah subhanahu ve ta'aladan. Şu vaqtida Qur'on bizning hayotimizga hukm surgan vaqtida bizga burunqi izzatimiz qaytib keladi. Bizningki hozirgi vaziyatimiz, avda degan gap halimiz, vaziyatimiz бүлінішден топlanishqa, ojizlikdan kuchlanishga, mag'lubiyatdan g'albaga tatabaddal qanaqlidi o'zgaraydi va qaloqlikdan nimaga taraqqiyotga o'zgaraydi. As'alulloh taala an yaj'ala a'malana xalisatan liwajhi. Alloh subhanahu va taoladan bizning amallarimizni o'zining rizoligiga xolis qilishini so'raymiz. Velhamdülillahi Rabbil alamin deb kitobni yozgan o'rin Riyod 1973 yili. Mushu tarixdan sizlar avtorninki umumiy siyosiy ilmiy asoslarini qanaqa qila olasizlar, bayqab olasizlar hisobda. Yil tarix yozishninki ahamiyati shu. Ondan keyin avtor yana bir gapni deydi oxirisida. Men bu kitobga qaytadan ko'z yugurtib chiqdim. Ikkinchi qatimliq basmaga sundum. Qachon? 85-yili. Hisobda necha yildan keyin? 13 yildan keyin 73-yili yezibdi. 85-yili ikkinchi qatimliq basmaga berib tuzitibdi. Ana vaqtda kitob xeli bir mukammal bir yerga yetdi degan gap saboqdoshlar. Endi ma muqaddima Abdurrahmanki o'zining muqaddimasi emas. Abdurrahman muqaddimasi emas. Abdurrahmanki ustozi hisobda Sheyx Ali Tantavininki yozgan nimasi muqaddimasi taxminan necha bet atrofida? 10 bet atrofida. Yo'q. 9-betdan to'g'ri ekan, 10 bet atrofida ekan. Tantavi, Sheyx Tantavi bu yerda taxminan 11 betgan jami. Biroz ortiq gap qiladi saboqdoshlar. Buni demasak bo'lmaydi. Yana biroz nima deymiz endi? Kepakdek gaplar biroz jiq. Ammo buning ichida yana shu gaplarning ichidan biz suzib oladigan ba'zi muhim nimalar bor, nuqtalar bor.
Yani bizga foydali taraflari bor. Şoňa bu muqaddimani okuşni tavsiya qilaman. Ba'zilar qancha muncha sizlarni bizni ziriktirib qo'ydi. Ba'zi gap so'zlarida. Shunday olsa-mu ziriktirib qo'ydigan yerda chidab, ammo ba'zi bizga beradigan inchki mesajlari va uchurlari va ba'zi tarixiy ahvollar va mush nuqtalarda biz foydalanamiz inshaalloh. Men muqaddimni, bu muqaddimani tez o'qiymiz. Yuqorqi muqaddimaga o'xshash darsning asos mazmuni ko'p bo'lguncha. Muqaddima taxminan 11 betken savoqdaşlar. Bugün bir hazırki bayatını okugan mukaddimeler bilen koşup yani ma mukaddimeden bir 2-3 bet okuşumuz mümkün. Bilemez müntügün kadar qağınını kile saatte okuyumuz. Davamlaştırılan da olsa, başka fikirler olmaya kap kalsa davamlaştırsak buludu. Mukaddimetun bi kalem el-ustazul kebir el-şeyh Ali el-Tintavi. Yani kitap hakkında yazıp bergen, çünkü Abdurrahman ustazı oğaçqa özünün okuğucusu yazgan kitapqa nisbeten bir mukaddime yazıp beriş aqalli talep. كانت العناية على أهدنا بالطلب بالفقه والنحو. Bizning davrimizda ko'ngil bo'lish, fiqh o'rganish va nahvi o'rganishga edi. Mayadaki kanat idini ifodalaydi. Ma talab bil fiqhini men mayada o'rganish deb tarjima qildim. Menimcha to'g'risi shu. Fiqh talab qilish, nahvi talab qilish emas, fiqh o'rganish, nahvi o'rganish deb tushunaman men uni. Va yarawna kanat yarawna degan ma'no kanu yarawna deb ma'no tushunsa bo'ldi. Ya'ni ular shuna qaraytdiki, kan yarawna anna shuna qaraytdiki, fiqh din bilimlarininki asosliq natijasi. Amniyatda bu mushto gap to'g'ri. Bizning qadimqi desak, baqadim emas, xususan mening aqlimga kelgan men bir narsani tushungudek bo'lgan chaqladimi? Bir oxunimninki oxunim ekanligi, mollaning molla ekanligi, uninki shu bir narsalarninki farz mustahablarini obdan bilish, masalan tarat fiqhlarini, namoz fiqhlarini degandek. Şoňaşqa bizning vatanda o'quv o'qitish manhajlarida Mishkat Sharifninki hamma bilisizlar Mishkatul Masabih deb bak ko'p o'ringa olib ketishning sababi chunki Mishkat hadis kitoblari ichidagi fiqhga eng ko'p biladigan kitob. Ya'ni fiqhga munosabatli hadislar eng ko'p to'plangan kitob bo'lg'achqa şoňaşqa Mishkat Sharifni o'qigan odam mulluldi. Ya'ni to'g'ri xatoni, halol haromni, farz, vojib, sunnatlarni biladi deb mesela bir tuyg'utdi. Madamda deganimiz shu. Mushtaq qaraydi deydi. Li'annahu mesela bunda bir gap isim gap qoldi. Bunda bir Uyg'urcha maqol temsilmi, she'rmi bir narsa aytdi. Mollalarning mollasi Mishkat o'qir degandek bir gaplar aytdi. Shunga o'xshagan gaplar. Li'annahu chunki fiqh halalni haromdan bayon qiladi. Bu va nahvi bo'lsa, grammatik bo'lsa, arab tilining xulosasi. Chunki u nahvi insonni jumladagi so'zdagi xatolikdan qana qiladi, saqlaydi. Endi fiqh bizga dalilsiz ahkom shaklda yo'l qoldigan gap o'rgatiladi. Shunimi amsizlarga bir gapirish to'g'ri keldi. Alqa, yulqi odati normalda men o'tirib sizlarga so'zlayapman-ku, mushu ilqa bo'ladi arabchada. Mesela men sizlarga hozir sizlar anglayapsizlar. Men so'zlayapman, mushuni arabchada alqa yulqi bo'ladi. Shu men uni asl lug'at ma'noda tashladi degan ma'noda. Bu yerda tashladi deyish qamlashmaydi. Shu o'rgatildi deb tarjima qilishning sababi shu. Va kanal fiqh bo'lsa yulqa alayna bizga o'rgatiladi. Qanday shaklda, ahkam shaklda dalilsiz qonun moddalariga o'xshash. Bu bizda shunday vatandami? Bizning vatanda qadimdan tortib eng mo'tabar, eng umumlashgan fiqh kitob qaysini bilasizlar? Muxtasarul Vaqoida bir kitob, ammo bilasizlar. Muxtasarul Vaqoini balkim ko'rganlar va ko'rmaganlar va qarasanglar fiqhni mana dalilini qat'iy asla bayon qilmaydi. Nima taratning farzi tut. Falan qo'lni jaynaqqicha yuyimiz, putni o'shqicha yuyimiz, masalan. Qonun moddalariga o'xshash. Demak, ahvol o'xshash. Ahvol o'xshash. Nahviy bo'lsa dalilsiz qoidalar va shavohid degan dalil o'xshash. Farq yo'q, dalil. Va kana zalika huwa al-qoida fi manahij al-madaris. Ana shu dal maktabninki manhajlaridagi, o'qitish usullaridagi qoida shudi. O'xshash yana.
Oylasana, oylap bakın Tantavi Mısırlık adam. Mısırlık adam. Biz a ziminnenki bir tarafıda, şarq tarafıda mesela. Bizning vatandagi majlislardagi manhaj shu vaqtda ashtiradimi o'xshash, hech farqi yo'q. Ya'ni ilmiylashmoqlik demakchi. Ve kana zalika huwal qaida fi manahijil madaris. Ana shu maktab manhajlaridagi qoida shudi. Mashayixlarga o'qib berish yo'llaridagi qoida shudi. Boshqa qoida yo'q. Bu ikkisi usluban, bu uslub bo'lib kuntu ana awwal aw min awail man jama'a baynahuma. Şamda o ikisinin oturini tunculab bir yerga ekilib qana qilgan bunda yaqin akaga adamning tunjisi yoki tunjilarining qatoridan bo'laman. Ondan keyin o'quvchi biroz ilgirilsa, nahv bilan balog'at o'qiydi, bizda o'xshash. Fiqh bilan usulul fiqh o'qiydi, usul o'qiydi, bizda o'xshash. Balkim mustalah haqida ancha-muncha bir risola o'qiydi. Mustalah yani hadis demakchi-ku. Endi bizning yurtda mustalah o'qilamdi, o'qilmamdi saboqdoshlar o'qilmaydi. Ta 2005-yilgacha. 2005-yilgacha ishoningmi? 2005-yilgacha mening bilishimcha, xususan men shu muhitda o'qib yetilgan bir odam mustalahul hadis, usulul hadis degan gaplar o'qitilmaydi. Faqat usulul fiqh o'qiganmiz. Masalan, usulul fiqhda usulul shashi o'qiydik. Nurul Envar'ni o'qiydik. Tavzi. Xususan men usulul fiqhdan 3 kitobni o'qigan. Cho'ng kitoblardan. Ammo mustalahul hadisni 2005-yilgacha bizning vatanda topolmaydik. Ulumul Qur'ondanmi hech nima yo'q. Meni chiqib qolsa, masalan, mustalah haqidagi mazmunlar, ulumul Qur'ondagi mazmunlar shu biz o'qigan usulul fiqhdan chiqib qolsa, bilib tushuntirilib ketadi, bo'lmasa yo'q. Men o'xshash madam shuni da'vatdim. Ve kanu fi zalika kulli. Ular aşunan hemsde, hususan Azhar uslubu boyunca meşayihlarda o'qishdi ki şu uslubda araciz bunda şiirlarni yaxshi ko'radi. Alfiyaga o'xshash, Zubatga o'xshash, Javharaga o'xshash. O'quvchi ko'p hollarda bila fahm tushunmasini yodlaydi. Masalan, grammatikaninki şiirisi var, Alfiya. Bunu bilasizlar. Aqidaning şiirisi var, Javhara bunu bilib. Shunga o'xshash şiir yodlaydigan gap endi. Ammo o'quvchi ko'p hollarda yodlaydi, tushunmaydi. Ammo ulumul Qur'on falam yakun laha sa'a maxsusa va la kitab muayyan naqra'uhu. Ulumul Qur'onda onun maxsus ajratilgan saatmi yo'qdi, vaqtmi yo'qdi. Biz o'qiydigan muayyan kitobmi yo'qdi. Innama hiya ashtat min al-masail. Faqat tarqaq, parcha masalalar. Tecvid derslerinde bunda oturup koyulap keladi. Ta'ti aradan degan gap oturup koyulap keladi. Yoki hadis derslerinde keladi. Mushu bas demek. Ulumul Qur'on yo'q demekçi. Bizning yurtug'u yo'q, maya demek. Dimashqda bir ilm yurtumu yo'q. Ve ekseru mastafattuhu minha. Men en ko'p foydalangan narsam nima desa, mushu tilovatimni tecvidlik o'rgangan shayxlarimdan foyda olgan deydi. Tecvid o'rganish jarayonida. Mənim artıq gepetdim birisi var, endi bitib ketdi. Yani men demeymenki qandaqdır men tecvidlik o'qiydiganlardan bo'lib ketdim demekçi emas deydi. Wa la aqul innani sirtu min al-mujawwidin. Men mujawwid tecvidlik Qur'on o'qiydiganlardan bo'lib ketdim, sirtu degan gap bo'lib ketdim demeyman. Yoki men qiroatlarning hamın to'plagan bunda ijozi to'plagan bunda kishilarning qatoridan deb o'zim bunda demeyman. Faqat alhamdulillah bir to'g'ri Qur'on o'quvda yerga yetdim deb kamtarlik qiladi. Mencha ortiqcha bu gapni deyishchi. Ve kana minhum ashu men tecvid o'rgangan da'vatlarim. Tecvid o'rgangan shayxlarning qatoridan qorilarninki shayxi Şatibiye qiraatini to'plagan. Şatibiye qiraat degan gap qiraatning harbisining ismi va saboqdoshlar aranglarda balki ijozlagan bo'lishi mumkin. Shuni to'plagan da'dalik mujassimlarga yoki shuni o'g'itlaydigan degandek to'plagan bir shayx bo'lib, bu shayx Muhammad Hulvani Jamiat Tavba deydi. Jamiat degani shu masjid, jamiya demakchi. Vaqtdagi darslar ko'pincha vaqtda jamiyada bo'ladi. Ya'ni aqibada hina degan o'rinning ismi. Şeyh Abdullah el-Muncid bu Tayba qiraatini o'ziga o'rgangan jamiya to'plagan. Şeyh Abdurrahim Dabist Vazid ve uning o'g'li dadamning shogirdi, mening ustozim Şeyh Abdullah. Mushular men dars o'qigan, tajvid o'rgangan shayxlar demakchi.
Ve amma istafadnahu min esatizna ve meşayihina ve biz ustazlarımızdan, meşayihlerimizden faydalanganlarının qatarından birisi mesela Şeyh Salih Tunisi ve Cami Umevi'deki umumi derslerde özü payda algan. Şu vaqtda ve hinama degan şu vaqtda bizga Caq Maqiya medresesida qana qilatdi, ügütetdi. Şeyh Ayd Safar el-Jilani'ninki Qashida deydi. O bir demisin bulduğun gaplarda asli. Yani demek çoğunu şu ki, maçta ustazlar ançımınca tecvid ögütüş, kıraat ögütüş jarayonida ulumul Kur'an toğrusida ançımın sözlep koysa, sözlep koydu. Bo'lmasa ulumul Kur'an hakkında maxsus kitap mı yok, yoki ders mi ögütülmeydi demekçi. Ve evvelu kitabin fi ulumul Kur'an, ulumul Kur'an hakkındaki tunci kulumga tushgan kitap vaqat yadayya alayhini qulam shunga tushgan kitap mashayixlarimizning sheyxi bo'lgan Kitab-ı Tibyan. Şeyhininki Kitab-ı Tibyan. O ismi kim dese Tahir, Şeyh Et-Tahir Cezayir'i bu kattadan ma'u. Yani bizden ilgiriki ustazlar tabakasını terbiyeleyicici. Murabbi et-tabaqa elleti sabaqatna min esatidin. Bizden ustazlarımızdan bizden aldığımızdaki tabakını, grubunu terbiyeleyen ustaz ve kana min telamizihil muqarrabin. Bunun en yakın şagirdlerinden Muhammed Kurt Ali. Madem dağlık adam. İslam tutulan ben bazı adamlarına asker tutuyorum. Madem anda adam dem. Muş adamlarına İslam tutulan ama muş adamlarına etögün silgi lazım buludu. Ve Muhibbuddin Hatib, Şeyh Sa'id el-Bani, ma Şeyh Sa'id el-Bani mu bu kattadam. Ve kana min semerati cuhdihi ve ihlasihi fi amelihi el-mektebet el-zahiriyye. Yani bu adamınki tirişçallığı ve qilgan işlerideki ihlasının neticelerinden birisi Mektebe Zahiriye, bir kütüphane kurgandaydı ve resmi başlangıç mektep bunu kurgandaydı. Vellezî ala yedihi bi misma'a ve bu adamın quluyla ve bu adamın tirişçallığı ile Şam'da Kızlar Mektebi temme fethu medarisil benat fi Şam. Şam'da Kızlar Mektebi qana qilgan açılgan. Ve kana evvelu fetatin daraset fiha. Bu Şam'da açılgan Kızlar Mektebi'de okugan tunca kız ve Rüşdiye diplomaga erişken şu mektepten bergen diplomanın ismi Rüşdiye diplomu ekan. Rüşdiye diplomaga erişken tunca kız, Rüşdiye degan gap başlangıçın üstüde kifaya ma to'liq o'ttirninki ostida bo'lgan bir holatida ekan. Ve şu mektepte okugan tunca kişiler ve şu mektepten diplomunu algan tunca kişi bilen hammamdaydı. Ammeti. Hammamның diplomu mening qishimda batdi, men saqloqlikdan demekçi. Bu diplomning tarihi hijriya 1300 yılga to'g'ri keldi. Yani oldingi asrninki boshlig'i demekçi. Endi qizlar o'qiydigan kitoblarning qatoridan bir kichikgina bir risola botdi. Bular buni ilmihol deb ataydi. Turklar. Hozir qaysinglar bilasizlar ilmihol degan nima? Hozir shu turklar jiq deydi-ku. Kema semmahal atrak deydi-ku. Turklar shuni ataydi. Hozir bugun kuni Turkiya edimi? İlmihol deydi. Qaysinglar bilasizlar? Nima ilmihol degan? İlmihol, ma turklarning ilmihol degan gapidagi ilmihol shu fiqhni ko'rsatdi saboqdoshlar. İlmihol degan ma turklar nazarida inson yashaydigan navbatdagi holatiga munosabat bilan degan gap insonning o'ltirib qo'pishi, halol, harom masalan. Mush ahvollar demakchi. Fiqhni ko'rsatdi va mushuni tushunib oling, turklarning og'zidan anglab qolsanglar. Bu kitap, bu risale Şam'ninki muftisi Şeyh Mahmud Hamzavi'ninki kitabı. Yoki Mahmud Efendi Hamzavi. Biz qado degan gap sotqa ega bo'lgan yoki fatvoga tayinlangan kishilarni işte laqablaydiq degan gap o'z vaqtida men Osmonlidan qolib qolgan bo'lg'achqa qozi yo'q odamlar yoki mufti yo'q odamlarni efendi deb ataydigan shu shaklda deydi. Hammam rahimahulloh ömrünün ahırıqıca muşi risalini yadlab öttü deydi. Yadlab qaldı degan gap. G'ayban degan gap, mana kitobga qaramay yadlab qaldı degan gap hisobda. Agar sen onundan hammamdan farz degan nima desang, unda aytdi. Farz degan qat'iy dalildan sabit bo'lgan narsa, matndan sanadan deydi. Vojib degan nima sen takrorlaydi. Mana davatida ahvolni bayon qildi. Demak, shu vaqtda o'qitgan barcha kitobning ahvoli shu, boshqa kitob yo'q demakchi. Muşi risalada usullardan azgın bir mesele vardı
Fiqhdan Hanefi fiqhisi bo'yicha ko'p masalalar bor. Ya'ni Osmanlı davlatining rasmiy mazhabi deya Hanefi mazhabi. Shuningdan ko'plagan masalalar bor. Andin keyin deydi. Men Şeyh Tahir Ağa'nın asliga murojaat qildim. Asliga murojaat qildim va kullu man allafa fi hadal mavdu' min ba'dihi. Mush ulumul Qur'on haqida yozgan adamning hammasini yig'ib kelsak, Suyutining nimasi itqon deydi. Ma bek muhim sanoqdoshlar. Ulumul Qur'on sohasida sizlar ajyanmaydigan, behojat bulanmaydigan, tashlab o'tmaydigan kitobning birisi nima? Mush itqon. Yodlab olinglar bu kitobni. Agar kelgusida sizlar Qur'on kasbida, ulumul Qur'on tafsir kasbida o'qiyman deb niyat qilib qolsanglar va mush yo'lga borib qolsanglar, qulonga oladigan eng muhim nuqta yoki foydalanadigan eng muhim manba birisi itqon bo'ladi. Mush ism kalongda bo'lsin. Suyutininki itqon. Ana itqonning kamchiligi ana ma bugan o tahqiq qilinib ketaylik. Madam hamda burunqi kamchiligini da'vatidi. Itqon şu itqanda mal retleklik, sepki tizliklik, türü ayrılıqlık musannafat degan. Yaxshisi nachiridan bunda farqlanadigan holatdagi bir ma'raz do'kon emas deydi. Ma'raz do'kon ko'rgazma degan gap qo'y. Itqonni bir do'konga o'xshatdi bu odam. Bir ko'rgazmaga o'xshatdi. Itqondagi mazmunni malga o'xshatdi. Tasvirlab nima deydi desanglar, itqonda mazmunlar murattaba, ratlik, masfufa, sapga tizilgan, musannafa turi ayrilgan, yamtaz jayiduha min radiyaha degan yaxshisi nachirdan ayriladigan shakldagi bir do'kon emas. Ya'ni qalaymiqan demakchi. Endi menga o'xshatadi qaranglar, valakinna biroq u itqon bir mustavdaa, amba deydi. Ambani bilasizlar-ku? Bu ambada mallarning hammasi markuma üstüge. Markuma degan gap birisi-birisiga duv qo'yilgan, rakman min kulli naw'in har turdan duvilib qo'ygan deydi. Va har sinf yana qalaymiqan demakchi. Degani xato emas. Chunki o'z vaqtida ham ashta yozdi kitobni. Hozirgidek babqa, faslga arab, mazmun arab yozdigan ish yo'q. Ishqib xojunga bir biraz tilaydigan adam xojunus qash topqandan masalada yashnoq o'xshaganlar masalanda. Onu eğitlikli olmaydı lekin. Şu Abdurrahman'daki madem davatı tantavi ve tilke kânet sünnet-ü te'lif fi ahd-i Suyuti. Aşında ahval del Suyuti'ninki devirde, Suyuti'nin devirdeki yazış nemesiydi, usuluydu diyordu. Yani vakit biraz nima qilib ketdi, qarindoshlar. Suzlab ketdi. Tamam o zaman savatçımızın bir dersini to'xtaylik deydi. Müşahede to'xtaylik, unda olsa. Mush ve tilke kânet sünnet-i te'lif ala ahd-i Suyuti. İnşallah kela saatlik dersimizde mushu tantoyning muqaddimasi Allah xolasa qanday qiladi tugaydi. Hozir tantoyninki itqon haqidagi degan gaplarda qanday qilamiz to'xtaymiz. To'xtasak bo'ldi-ku savatdoshlar buguncha. İnşallah kela saatlik dersimiz Allah nasip qilsa at degan soat 5 to'ladi. Sohurluq yap bo'lgandan keyin namozonni o'qib bo'lgan degan uxlamanglar. 1 soat darsni o'qib hozirdan boshlab o'qisanglar deydi. Yana bir shu munosabat bilan men bir gapni deb qo'yay qarindoshlar. Yana bu darslar munosabatsiz gap. Nima uchun men Ramazonda darsni to'xtatmay o'qishni tavsiya qildim bilamsizlar? Nima uchun? Chunki xususan mening kallamda işte ko'pincha kishilar Ramazonda Ramazon deb o'qishni to'xtatadi. Ramazon deb tijoratni to'xtatadi. Ramazon deb bir ishlarni to'xtatadi. Sizlarning uchun bu to'g'rimi xatomi bu? Mencha sahobalarning hayotiga qaraganimizda, Rasulullohning hayotiga qaraganimizda amaliyotda Ramazon ishga qat tirishadigan bir vaqt. Az yeydigan vaqt, tirishadigan vaqt. Bugungi davrimizda tam aksi bo'lib qolyapti savatdoshlar. Ramazonda eng ko'p yeymiz. Ramazonda samib qolamiz. Mushu statistikalardanmi, mushu bozor statistikasidanmi Ramazonda yemek-ichmak eng ko'p sotiladigan, eng ko'p bunda tugutiladigan vaqtgan shu Ramazon. Bu islomda musulmonlarni yemasin desa, Ramazonda toza yeydi. Ramazonda tirsin,
cheniqsin desa, Ramazonni uxlab herib ketamiz endi. Mao faqat mencha to'g'ri ish emas. Rasulullohning hayotiga, sahobalarning hayotiga qarasanglar, eng cho'ng jihad urushlari, eng g'alaba qilgan urushlar Ramazonda. Rasulullohdan keyingi tarixlarga qarab baqsanglarmi, eng g'alaba qilgan urushlar Ramazonda urush. Endi shular. Ramazondan keyin urush qilmay, Ramazonda urush qilishimda o'ylab baqinglar. Men ortiq narsa degim yo'q. Yoki o biz degan jihad qildik, urush qilib kuch ketdi deb ro'za tutmaslik ahvoli hech qanday bayon qilinmag'liq. Shunga men qarindoshlarimizni takror shaklda eskartay, Ramazon boshqa vaqt qaragan vaqtda 2 qat darajada vaqt. Boshqa vaqtda 8 soat o'rgangan bo'lsanglar, Ramazonda 16 soat o'rganasizlar. Agar siz o'quvchi bo'lsanglar. Boshqa vaqtda 8 soat ishlagan bo'lsanglar, Ramazon undan ortiq. Agar Ramazon deb ishni to'xtatishga, o'qishni to'xtatishga, ishni azaytishga asla va asla olmaydi. Ramazon bizning salbiyatimizga sabab bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ramazon tirishish, ijobiylik, ilgirlash, taraqqiyot sabab bo'lishi kerakki, salbiylik yoki chekinish keyniga, g'ururlikqa sabab bo'lmaydi. Ko'p hollarda qarindoshlarimiz Ramazonni bahona qilib, men takror desam, birisi semirib oladi. Az yandiga yeydi, jiq yeydi. İkincisi, uxlab herib qoladi endi. Dam olib herib qoladi. Mao Ramazonning aslo talab emas. Dars oxirida sizlarga deb qo'ymoqchi bo'lgan gapim shu. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. 2 soatlik darsimizda ko'rishaylik, savoqdoshlar.